Assalomu alaykum. Eng so'nggi xabar ham жаңалыклар менен студияда Muxtar Umbertov. Demek bugungi Samarqand mamlakatlik veterinariya meditsinasi, Chorvashchilik ham biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida deputat hamjaslar uchrashuvi shakllashtirildi. Navbatdagi xabarimiz meni us haqida. O'zbekiston Xalq Demokratiyalik partiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Kengashi tomonidan o'tkazilgan uchrashuvga partiyaning javobli xizmatkorlari, filialning professor o'qituvchilari ham studentchaslari qatnashdi. So'zga chiqqanlar yoshlarni har taraflama qo'llab-quvvatlav, ularning huquq-haqlarini qo'rg'av, turmushda o'z o'rnini topish uchun yaratilgan imkoniyatlar haqida ayriqcha atab o'tdi. Sonday-aq yoshlarda nizom yurituvchiligi prosesini keng qamtuv, ularning baslamalarini ham usunuslarini qo'llab-quvvatlav, siyosiy ko'nikmalarni rivojlantirish bag'ridagi жұмыслар ham partiyaning tegarg'i maqsadlari haqida da so'z etildi. Uchrashuvda yoshlarga siyosiy bilimler, nizomlarni qabul etish prosesleri, qolaversa prezidentimizning olib borayotgan siyosatlari yoshlarga bir yetarli darajada tushunukli olib borildi. Hisob bilan birga o'zar makamxo'rlar jiyinida Xalq Demokratiyalik partiyasining boshlang'ich shulkami açıldı. Haqiqatında da elimizde yoshlarga tegishli reformalar natijasida keng ko'lamli жұмыслар amalga oshirilmoqda. Uchrashuv davomida partiya qatorina жаңадан qabul etilib o'tirgan yoshlarga partiyaning a'zolik guvohliklari ham esdalik sovg'alari topshirildi. Qatnashuvchilar o'zlarining fikr ham usunuslarini bildirib, qiziqtirgan so'rovlarga tarafxon egalarining javoblar oldi. Men ko'p vaqtdan beri, ya'ni siyosiy partiya a'zosi bo'ludi o'ylab yurdim. O'zbekiston Xalq Demokratiyalik partiyasining saylovoldi бағдарламасы partiya kengashlari ham deputatlar tomonidan sotsial qo'rg'ovga qaratilgan, ya'ni masalalar bo'yicha olib borib o'tilgan izlashlar, ya'ni sol izlashlarni men televideniya orqali bo'lsin ko'rib baqlab boraman. Xalq Demokratiyalik partiyasining бағдарламасы unadi ham bugun partiya a'zosi bo'lishga muvaffaq bo'ldi.